Assalomu alaykum foydalanuvchilar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Demak, bugungi darsni biz Windows 10 dasturining, dastur interfeysiga yoki sozlamalar bo'limiga bag'ishlaymiz. Ko'p kishida savol tug'iladi. Hozirda demak hammamizga ma'lum Windows 11 chiqqan, kompyuter uchun Windows 10 yaxshimi yoki Windows 11 mi degan savol. Shaxsan meni fikrimcha, demak men ko'proq Windows 10 dasturini ishlataman. Demak, qulayliklari hozirgi zamondagi o'rtacha operativkaga ega bo'lgan kompyuter uchun eng qulay operatsion sistema bu demak Windows 10 hisoblanadi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, soddroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu kompyuterimizga demak unchalik ham og'irlik qilmaydi. Ba'zi bir kompyuterlar operatsion sistemasi kuchsiz bo'lgani tufayli demak Windows 11 ni ko'tarishda demak muammolar yuzaga kelishi mumkin. Undan tashqari Windows 11 baribir yaqinda ishlab chiqilgan operatsion sistema, balki bunda kamchiliklar mavjud va ular demak ancha vaqt davomida to'g'rilab kelinmoqda. Demak, Windows 10 dasturiga qaytadigan bo'lsak, Windows 10 dasturi demak kompyuterning ekranisiga ko'rinib turibdi. Interfeysi quyidagi ko'rinishda. Ya'ni interfeys deganda demak foydalanuvchiga demak kompyuterning texnik qismi va demak ishchi qism orasida bog'lab turadigan ko'prikka yoki boshqacha qilib aytganda bizga demak kompyuterda ko'rinib turgan mana shu рабочий stolda joylashgan barcha atributlar bu demak interfeysni hosil qiladi. Demak, Windows 10 ning interfeysi asosan desktop, ya'ni inglizcha aytganda desktop, ruschada biz aytganimizda рабочий stol. Quyidagi hamma obyektlar joylashgan demak ish amal bajaradigan mana bu ko'rinib turgan asosiy ekranimiz nima deyilar ekan? Demak bu desktop yoki рабочий stol deyilar ekan. Ikkinchi bo'lim taskbar yoki vazifalar paneli. Boshqacha qilib aytganda mana bu pastki ekranda agar sichqoncha sizlarga ko'rinib turgan bo'lsa, qora lenta bu taskbar deyiladi. Ya'ni start menyusi, search yoki qidiruv, system try, task wife kabi menyular joylashgan demak yoki demak ruschada biz buni panel zadash deymiz. Demak panel zadashga qadalgan barcha ikonkalar yoki ilovalar, search ya'ni qidiruv buyrug'i, o'ng tomon pastki qismda demak driverlar yoki bildirishnomalar bo'limi va hokazolar barchasi demak aynan panel zadashda yoki taskbarda joylashgan bo'ladi. Undan tashqari File Explorer yoki Start menyusi, ilovalar, qidiruv ikonkalar, mana ko'rib turganingizdek ikonka, ya'ni ilovalarga kirish uchun demak yo'naltiruvchi maxsus tasvirli ikonkalar barchasi demak ishchi stolda joylashgan ekan. Va oxirgisi bu Notifications Center, ruschasiga o'zbekchasiga aytganimizda demak bildirishnomalar bo'limi. Mana bu quyida o'ng qism, eng pastki qismda mana bu bo'lim hisoblanadi. Demak quyidagi bo'lim demak upravleniya deb yozilgan demak ruschada o'qishda hozir qiynalaman, uzr. Demak bu bo'lim demak o'zbek tilida aytganda bildirishnomalar bo'limi. Demak aynan biz kompyuterning qo'shimcha funksiyalarini shu bo'lim orqali yoqishimiz yoki mana bu yuqori bo'sh qismda demak bildirishnomalar yo'q deb bu yerda ruschasiga yozilgan. Kompyuterda demak sodir bo'layotgan jarayonlarni avtomatik ravishda demak kompyuterning xabarnomalar tizimida shu yerda ko'rinib turadi. Bu yerda qo'shimcha sozlamalar ham bor. Ko'rib turganingizdek demak batareyka yoki Wi-Fi sozlamalar, fokusning fragment ekrani, ya'ni ekranni qirqib olish yoki yorug'lik darajasi, shu va shunga o'xshash demak nocной свет, ya'ni qorong'u ko'rinishi ekranni demak barchasi shu bo'limda joylashgan. Bularga hozircha to'xtalib o'tirmaymiz. Demak asosiy interfeys shulardan iborat ekan va hammamizga tanish chap tomon burchak qismda demak pusk, ya'ni barcha ilovalar yoki fayllarni o'zida jamlagan demak pusk menyusi joylashgan. Demak asosiy interfeys haqida tushuncha berishim shart emas, chunki hammamizga ma'lum рабочий stolda nima atributlar borligini menimcha barcha bilsa kerak. Рабочий stolda demak biz sichqonchaning chap tomonni bir necha marta bosish evaziga ilovalar yoki papkalarni ochishimiz quyidagi ko'rinishda demak ular ustida amallar bajarishimiz yoki sichqonchaning o'ng tomoni demak bosishimiz evaziga quyidagi yangi oyna chiqarishimiz va u orqali demak vid yoki sortirovka bo'limi orqali ekranda joylashgan atributlarni demak katta mana vid bo'limiga kirganimizda demak ikonkalar
krupniy значки, ya'ni katta ko'rinishdagi ikonkalar обычный mелкий. Menda demak oddiyda turibdi. Agar krupniyga qilsak, demak ekrandagi ikonkalar ko'rib turganingizdek yiriklashadi. Demak, undan tashqari tartib bilan taxlangan demak avtomatik ikonkalar va shunga o'xshash ekran ikonkalari yoki obyektlarning joylashuvini sozlash bo'limlari sortirovka bo'limi orqali ekranda demak joylashgan ikonkalar yoki fayllar papkalarni nomiga demak o'lchamiga yoki elementiga chiqqan sanasiga qarab demak tartiblash buyruqlari bor. Buni amalga oshirish uchun misol uchun imya bo'limi orqali demak bosganimizda ko'rib turganingizdek ekranda demak ikonkalar o'z joyini o'zgartirdi. Undan tashqari obnovit bu demak odatda kompyuterchilar tilida aytganda demak yangilash buyrug'i. Ya'ni kompyuterimiz bir qancha funksiyalarni bajarish jarayonida qotib qolishi mumkin yoki qizib ketishi mumkin. O'sha jarayonda ko'plar obnovit funksiyasidan foydalanadi. Demak bu kompyuterni qisman yangilab olishiga olib kelar ekan. Отменить удаление. Ya'ni bu yerda выставить yarliq buyruqlar o'chib turibdi. Sababi demak выставить nimaligini hammamiz bilamiz. Bu demak nusxaga xotiraga nusxaga olingan, ya'ni copy qilib olingan narsani bir joydan ikkinchi joyga demak qo'yish uchun qo'llaniladi. Hozir biz hech qanaqa narsani demak nusxa olmaganmiz, shuning uchun bu funksiya ishlamayapti. Undan tashqari demak отменить удаление, Ctrl+Z bu buyruqni hammamiz bilamiz. Nafaqat kompyuter рабочий stolda, balki Word, Excel yoki boshqa dasturlarda ham amalni bir marta orqaga qaytarish. Bu funksiya aynan kompyuterda deylik ekranda demak udalit qilingan, ya'ni yo'q qilingan obyektni qaytarish vazifasini bajarar ekan. Misol uchun mana bu ekranda deylik Google Drive ko'rib turganingizdek yarliqi mavjud. Demak yarliqni men kartinkaga tashlab uni udalit qilaman va Ctrl+Z tugmasini bosganimda u ko'rib turganingizdek qaytadan paydo bo'ldi. Va sozdot buyrug'i. Sozdot buyrug'i inglizchasiga create yoki o'zbek tilida aytganda yaratish buyrug'i. Demak kompyuteringizda mavjud bo'lgan barcha papka funksiyalarni yoki yarliqlar yoki office paketlari deylik arxivlar, tekstli dokumentlar barchasini demak yangi demak listini yoki yangi slaydni yaratishda aynan biz sozdot buyrug'idan foydalanamiz. Oddiygina demak papka ham yaratsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek yangi sozdot papka buyrug'i orqali yangi papka yaratildi va unga o'zimiz xohlagan demak nomni qo'yib uning ichiga demak xohlagan narsamizni joylasak bo'lar ekan. Undan tashqari demak parametr ekrani yoki personalizatsiya buyruqlari mavjud. Bu buyruqlarga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, bu buyruqlar asosan demak ekran sozlamalari, ya'ni ekranning ko'rinishi sozlamalariga kiradi. Bularga keyinchalik to'xtalaman, ya'ni настройка bo'limiga o'tganimdan so'ng demak bu bo'limlarga to'xtalib o'taman. Xo'sh, ana endi asosiy pusk menyusiga o'tamiz. Demak pastda ko'rib turganingizdek poisk menyusi bor, ya'ni qidiruv. Bu nimaligini hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, kompyuterning ichida bor barcha ilovalar, fayllar, deylik, obyektlarning hammasini aynan demak, poisk, ya'ni search buyrug'i orqali, qidiruv buyrug'i orqali biz topishimiz mumkin. Faqatgina demak qidirmoqchi bo'lgan obyektimizning nomini bilsak yetarli. Misol uchun men YouTube kompyuterdagi ilovasini qidirmoqchiman, yozganimda quyidagi ko'rinishda demak ilovani qidirib topdi. Открыть bo'limi orqali demak ilovani ishga tushirishimiz mumkin yoki ba'zi bir ilovalarda открыть papku degan bo'lim ham chiqadi. Ya'ni ilovalaringni joylashgan demak papkasini ham shu orqali topish imkoniyatiga egasizlar. Demak keyingi asosiy bo'lim bu pusk menyusi. Demak kompyuterdagi barcha demak deylik ilovalar, sozlamalar hammasi demak pusk menyusida joylashgan. Pusk menyusi interfeysi quyidagicha asosan ikki bo'limdan iborat. Ya'ni mana bu uzun ko'rinishdagi lentadan. Bu lentada demak ko'rib turganingizdek mana bu ilovalar yoki papkalar ro'yxati joylashgan. Bu qismda esa ya'ni производительность qismida asosan kompyuterning o'ziga xos atributlari va ko'pincha demak yaratuvchilar tomonidan qo'yilgan reklamalar aynan shu bo'limda paydo bo'ladi. Va 3-lentda mana bu quyidagi ko'rib turganingizdek eng chap burchakda joylashgan lenta. Bu yerda demak siz ishlayotgan kompyuterdagi asosiy deylik
учебный запись, ya'ni shaxsiy akkauntingiz yoki hujjatlaringiz, rasmlar yoki parametr va выключить bo'limi turgan bo'ladi. Demak, выключить bo'limi nimaligini hammamiz bilamiz. Ya'ni bu bo'limga kirish orqali mana 3 ta alohida bo'limlar ochildi. Спящий rejim, завершение работы, ya'ni перезагрузка. Ya'ni спящий rejim agar biror ishni bajarayotgan paytingiz boshqa ishingiz paydo bo'lib qolsa, kompyuterni demak yoniq tashlab ketsangiz, zaryadi demak kamayishi mumkin yoki qizib ketishi mumkin. Shuni oldini olish evaziga спящий, ya'ni uyqu rejimga kompyuterni tushirib ketishingiz mumkin. Bunda kompyuter to'liq o'chmaydi, shunchaki ekrani demak o'chib turadi, ammo orqa tomonda ilovalar ishlab turadi. Завершение работы, ya'ni boshqacha qilib aytganda kompyuterni demak o'chirish funksiyasi. Перезагрузка bu ya'ni qayta ishga tushirish. Kompyuter qotib qolganda demak telefonda ham bu funksiyani demak o'ng tomonda joylashgan tugmasini bosib turish evaziga qotib qolganda telefonlarimiz deylik qayta ishga tushirishimiz mumkin. Demak, kompyuterda ham ba'zi bir sozlamalarni o'zgartirganda demak kompyuter qayta ishga tushirishni talab qiladi. Misol uchun, kompyuterning interfeysi, ya'ni til sozlamalarini ishga tushirganimizda demak qayta ishga tushirish buyrug'i orqali tilni o'zgartirishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, yana bir sizlarga deylik yo'llanma, yana bitta demak завершение работаны aytib o'tdik. Kompyuterni demak o'chiradi. Undan tashqari bu bo'limga kirmasdan turib kompyuterda Alt va F4 buyruqlarini bosish orqali quyidagi panelni ishga tushirish mumkin. Bu demak mana bu strelka orqali спящий rejim, завершение работы, ya'ni kompyuterda mavjud Windows tizimini o'chirishni demak pusk orqali ham yoki Alt F4 tugmasi orqali ham demak amalga oshirish mumkin. Bunda завершение работада turibdi. Agar OK tugmasini bossam, hozir kompyuterimiz demak o'chadi. Buni demak ko'p o'qituvchilar bilsa kerak. Bu bo'yicha tushuncha berish shartimiz va quyidagi lenta demak kompyuterda mavjud barcha ilovalar va fayl va papkalar joylashgan. Ularni demak xohlagan biridan foydalanish huquqiga egamiz. Biz uchun kerakli bo'lgan demak interfeysda eng muhim bo'lgan qism bu settings yoki ruschasiga parametr настройка bo'limi. Ko'rib turganingizdek, demak Windows 10 da ishga tushirganimizda demak parametr bo'limi quyidagi ko'rinishda iborat bo'ladi. Yuqorida demak учебный запись center va o'rtada demak найти parametr, ya'ni search parametr bo'limi, ya'ni ilovada mavjud yoki boshqacha qilib aytganda Windowsda mavjud bo'lgan deylik sozlamalarni qidirib topishimiz yoki bu bo'lim orqali demak bajarishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana bu pastda Windowsni aktiviruйте Windows yoki mana bu pastki qismda aktiviruйте Windows bo'limi ochiq. Menda kompyuterimda mavjud Windows demak ключga ega bo'lmagan, boshqacha qilib aytganda aktivatsiya qilinmagan bepul varianti. Odatda saytlardan yuklab olingan yoki Windowsning ofisial saytidan demak flashkaga yuklab olib kompyuterga o'rnatgan demak Windowsingiz ham demak aktivatsiya qilinmagan bo'ladi. Shu evaziga hozir tushuntirib o'taman. Ba'zi bir настройка funksiyalardan biz foydalana olmaymiz. Ya'ni pulli xodimlar uchun bu funksiyalar ishga tushirilgan, biz ulardan foydalana olmaymiz. Bilamiz, Windowsning ba'zi bir deylik 30-40% funksiyalari demak pulli. Kimdadir agar imkoniyat mavjud bo'lsa, demak buni ishga tushirish ham mumkin. Demak, yuqorida учебный запись, ya'ni shaxsiy demak kompyuter xotirasi joylashgan, mening akkauntim nomi joylashgan va OneDrive, обновление center va bu yerda demak asosan shaxsiy akkaunt ichida mavjud demak OneDrive'da ma'lumotlar yoki center обновление demak kompyuteringizga demak yangilanish kerak bo'lsa bu bo'lim ishga tushadi va pastga asosan demak deylik 9-13 ta demak menyu joylashgan. Demak mana shu 13 ta menyu Windowsning asosiy deylik sozlamalaridan iborat. Bularni bir chetidan demak asosiylarni tushuntirib o'taman. Birinchisida sistem yoki ruschasida sistema bo'limida kiramiz. Bu bo'limda qanaqa sozlamalar bor? Display, ya'ni ekran, zvuk, ya'ni tovush sozlamalari, batareya, xotira va hokazo sozlamalarning barchasi aynan shu bo'limda joylashgan. Bu bo'limga kirganimizda birinchi display sozlamalari turadi, ya'ni yarkost, и свет, ya'ni ekranning tiniqlik darajasi. Bu funksiyani chap burchak, o'ng burchakdagi eng past qismda demak boshda aytib o'tdik, bildirishnomalar bo'limi orqali ham quyidagi funksiya orqali ham ishga tushirish mumkin. Ko'rib turganingizdek mana yoki aynan настройка bo'limida demak sozlamalar bo'limi orqali ham
ishga tushirishimiz mumkin. Va noshnoy svet. Bu bo'lim nimaga kerak? Ko'rganingizdek ekranni rangi o'zgardi. Ya'ni qorong'u holatda xonada dast qilganingizda aynan noshnoy svet funksiyasidan ishlatamiz. Masshtab и разметки, ya'ni ekranning masshtabi odatda kompyuterda Windows o'rnatilganda bu funksiyalar rekomendatsiya, ya'ni kompyuterning zavod sozlamalari bilan bog'liq ravishda avtomatik o'rnatiladi. Bizda demak 125% razmer tekst va разрешение display, demak ekranda obyektlarning joylashishi demak 1920 ga 1200 ko'rinishda pikselda albomning ko'rinishida tasvirlangan. Odatda bularni o'zgartirishni maslahat bermayman, chunki bularni o'zgartirganimizda demak ekrandagi sozlamalar buzilib qolishi mumkin. Keyingi bo'limimiz zvuk bo'limi, ya'ni ovoz. Demak, zvuk bo'limida ko'rib turganingizdek ikkita funksiya bor, ya'ni kompyuterning ovoz gromkost funksiyasi va poverka mikrofon mana harakatlanib turibdi, chunki men mikrofondan foydalanyapman bo'limi. Bu bo'limni demak mana bu bildirishnomalar bo'limi orqali ham demak mikrofon yoki mana bu pastki qismda deylik gromkost tovush sozlamalarini quyidagi bu pastki demak Windowsning panel taskbardagi demak eng pastki o'ng qismdagi funksiyalar orqali ham ishga tushirish mumkin. Bizda demak dynamic definition audio device va mikrofon high definition audio, ya'ni kompyuterning o'zining zavod tomonidan tasdiqlangan mikrofoni va demak tovush uchun belgilangan karnaylari mavjud. Agar sizda demak maxsus qo'shimcha karnay yoki mikrofon bo'lsa, ushbu bo'lim orqali demak ularni ham kompyuterga qo'shib demak almashtirish huquqiga egasizlar, ya'ni parametr устройства громкость предложения yoki свойства устройства, ya'ni deylik shu qurilma haqida ma'lumot bo'limlari orqali demak ularni o'zgartirishimiz mumkin. Keyingi bo'lim bildirishnomalar bo'limi, ya'ni mana bu bo'lim, mana bu bizda hozir bildirishnomalar yo'q deb boya aytdim. Demak, bildirishnomalar bo'limi bu yoniq turibdi. Ya'ni Windowsda o'sha xabarlar kelishi mumkin ilovalardan yoki xavfsizlik jihatdan Windows Defender tomonidan xabarlar kelishi mumkin. Demak, yoniq turgani uchun bizda demak mana bu yerda avtomatik ravishda xabarlar ishga tushadi. Va fokusni внимание, питание и спящий rejim. Odatda bildirishnomalar va fokusning внимание, ya'ni bo'limlari zavodskoy deylik uстановочный paketda turadi, ya'ni kompyuterning sozlamalariga mos ravishda o'rnatiladi. Bularni o'zgartirishni maslahat bermayman, chunki demak ba'zi bir sozlamalar aynan kompyuterimizga bog'liq bo'lishi mumkin. Va pitaniya va спящий rejim, ya'ni uyqu rejimi va demak o'chirish rejimi. Bu qanaqa sozlama? Ya'ni при питании от батареи выключить экран через, ya'ni при питании от сети отключить через. Ekranga shunchaki tegmasdan, demak sichqonchani bosmasdan yonib qoldirganimizda, biron joyga chiqib ketganimizda, demak avtomatik ravishda ekran demak 4 minutda avtomatik o'chiriladi. Спящий rejim, ya'ni uyqu rejimiga 4 minutda demak avtomatik ravishda tushadi. Bu nima uchun? Demak akkumulyator yoki batareya qizib ketmasligi yoki kompyuter ishdan chiqmasligi uchun avtomatik demak o'zining xavfsizlik rejimi bor. Bu telefonda ham mavjud. 10 daqiqa chamasi telefon ekraniga tegmay turganlaringda demak avtomatik ravishda ekran o'chib qoladi. Buni demak kamaytirishimiz yoki uzaytirishimiz ham mumkin bir necha soatga. Bu demak ishlovchilar uchun bog'liq. Va keyingi bo'lim batareya bo'limi. Demak bu bo'lim har xil kompyuterlarda har xil bo'ladi. Misol uchun menda notebook, demak unda batareya mavjud. Ba'zi bir stol kompyuterlarda ularda batareya mavjud bo'lmaydi, ya'ni ular deylik elektr tarmog'iga to'g'ridan to'g'ri ulanadi. Ularda demak bu bo'lim boshqacha bo'lishi mumkin. Ekonomiya zaryad, ya'ni ekonom, ya'ni batareykani demak tejash rejimi yoqilmagan menda. Bu kompyuterni charchatishi mumkin. Avtomatik выключить экономия заряда при
20%, ya'ni avtomatik ravishda demak kompyuterimizning zaryadi 20% ga kelganda demak ekonomi, ya'ni tejash rejimi ishga tushadi va pastki qismda 24 soat ichida demak akkumulyator batareyani ishlashga sabab bo'lgan ilovalar ro'yxati joylashgan. Buni demak mana bu taskbarning pastki qismida, demak o'ng tomon pastki qismda joylashgan quyidagi batareya bo'limi orqali ham ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek batareyaning zaryadi 90%, осталось 5 час 26 minut, ya'ni 5 soat va 26 minut davomida demak batareya ish ko'rsatadi va bu yerda batareyaning demak ishlash tezligi, bu tezligini biz belgilash orqali demak ba'zi bir ilovalar mavjud, batareyani juda ko'p sarflashga olib keladi. Demak o'shalarni cheklashimiz mumkin. Parametr akkumulyator bo'limini bosganimizda avtomatik ravishda sozlamalardagi quyidagi biz hozir ko'rib turgan menyu avtomatik ishga tushadi. Demak keyingi bo'limga o'tamiz. Bu pamyat, ya'ni xotira, store bo'limi. Kompyuterlaringdagi demak asosiy xotirani demak shu bo'lim orqali RAM ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak ilovalar fayllari, vaqtinchalik fayllar va boshqalar belgilab ko'rsatilgan. Demak Windows bilan ishlovchilar deylik o'zlari bu bo'limdan keraklicha foydalanishlari mumkin. Qolgan bo'limlarni demak odatda men teginishni tavsiya qilmayman. Ya'ni ba'zi bir bo'limlar bor, ularning demak zavod sozlamalarini buzganimizda demak kompyuter sozlamalariga to'g'ri kelmaganda ishdan chiqib qolish ehtimoli katta. Shuning uchun demak ba'zi bir bo'limlarga tegish tavsiya etilmaydi. Va ko'p funksiya demak mnogozadachnost bo'limi, bu bo'limda demak kompyuterning maxsus funksiyalari mavjud. Bu funksiyalarni bemalol o'zlaringiz o'qib, tezkor tugmalar orqali qanday funksiyalar bajarishini o'qib olishlaringiz mumkin. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Windowsni o'rnatayotganlar diqqatiga, Windows qanday o'rnatiladi degan savolga agar xohlasalaring bir kun video taxlashim mumkin, lekin Windows demak o'rnatish chog'ida biz ofitsialniy demak sayt, ya'ni windows.com sayti orqali demak Windows 10 ni fleshkaga yoki diskka deylik o'rnatib olib, keyin kompyuterga o'rnatishimiz mumkin. O'sha jarayonda demak saytdan yuklab olish jarayonida uni tilini tanlaymiz. Menda hozir rus tilda, shuning uchun ham ko'rib turganingizdek kompyuterning ekran interfeysi, ya'ni tillari, teksti ruscha, kimlardadir inglizcha bo'lishi mumkin. Buni qo'rqish shart emas. Buni demak ruschadan inglizchaga yoki inglizchadan ruschaga o'zgartirsa bo'ladi. Buni ham hozir aytib o'taman. Ko'rib turganingizdek bu bo'lim bo'yicha ham tushuncha berdik va pastga qarab ketganda qolgan bo'limlar ham bor. Bularni tushuntirish shart emas. Bizga keraklisi qo'llaniladigan oxirgi bo'lim O programma. Inglizcha demak kompyuterlarda O system buyrug'i bo'ladi. Bu bo'limga kirganda nimalar kerak? Ya'ni bu bo'limda biz kompyuterimizning asosiy demak sozlamalari, xususiyatlari, obyektlari va kompyuterimizda mavjud operatsion sistema, ya'ni Windowsning turini ko'rishimiz mumkin. Mana O programma xarakteristik устройство, ya'ni kompyuteringizning xarakteristikalari, ya'ni ichki tuzilishi. Menda demak kompyuterim protsessor AMD Ryzen 5 va kompyuterning demak ishlash tezligi maksimal 2-3 GHz tezlikda ishlaydi. Va operativniy pamyat demak operativ xotiramiz menda 8 GB. Undan tashqari tip sistema, ya'ni kompyuterning razryadi 64. Ko'pchilikda savol tug'iladi, demak razryad nimani hal qiladi deb. Odatda hozir kompyuter razryadlari 86, 32 yoki 64 bo'ladi. Hozirgi chiqqan kompyuterlar qariyb hammasi 64 razryadli. Eski kompyuterlarda 32 razryadli bo'lgan. Bu razryad nimaga kerak? Odatda kompyuterda ilovalarni o'rnatayotganimizda ilovalarni demak yuklash jarayonida ular razryad so'raydi. Ya'ni ba'zi bir ilovalar mavjud 32 razryadli va ba'zi birlar 64 razryadli. Bu bo'yicha chuqurroq ma'lumot bermayman, lekin oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, demak kompyuterga demak ilova o'rnatayotganda kompyuterning razryadi nechi bo'lsa, o'shanaqa ilova o'rnatish kerak. Ya'ni menda hozir 64, kompyuterimga agar 32 razryadli ilova o'rnatsam yoki umuman ishlamaydi yoki demak kompyuterning qochishiga sabab bo'ladi. Demak, misol uchun
biz internetga yozayotganda demak download Telegram demak 64 razryadli for Windows 10, ya'ni Windows 10 uchun 64 razryadli Telegram applikasiyasini o'rnatish buyrug'ini bersam, demak maqsadga muvofiq bo'ladi. Va xarakteristika Windows, ya'ni kompyuteringizda mavjud operatsion sistema. Menda Windows 10 Pro 22H2 versiya, data uстановка, ya'ni menda Windows urilgan sana demak quyidagi ko'rinishda berilgan. Ana endi demak biz Windows urish jarayonida paketni USB ga yoki diskka o'rnatib bo'lgach, kompyuterga urish jarayonimizda bizdan so'raydi. Demak Windows 10 ning ham turlari ko'p. Windows 10 Home bor, Windows 10 Corporation, Windows 10 ning o'zi yoki Windows 10 Pro. Odatda men ko'proq Windows 10 Pro, ya'ni professional ishlataman. Demak buni ham e'tiborga olishlaring shart. Bu bo'limdan chiqamiz. Demak biz hozirda sistem bo'limini to'liq demak tushuncha bermagan bo'lsak-da, qisqacha bo'lsa-da sizlarga tushuntirib o'tdik. Va ustroyство, ya'ni qurilmalar bo'limi, ya'ni shaxs kompyuterda mavjud shaxsiy qurilmalar. Birinchisi Bluetooth и другие устройства. Bilamiz Bluetooth ustroyство, ya'ni bu funksiya demak kompyuterlar yaratilgandan beri mavjud. Bu funksiya demak kompyuterlarda, odatda hozirgi zamonaviy kompyuterlarda sichqonchalar yoki klaviaturalar kabelsiz yoki Bluetooth orqali ham ishlashi mumkin, yoki har xil mikrofonlar, hozir zamonda AirPodslar, karnaylar va shunga o'xshash demak qurilmalarda kabelsiz demak kompyuterga ulash to'g'ri kelishi mumkin. Aynan shu jarayonni demak shu bo'limimizga asqotadi. Ya'ni biz добавить Bluetooth или другие устройства bo'limi orqali yoki Bluetooth orqali yoki kompyuter setlari va hokazolarni demak ulashimiz mumkin. Agar siz birinchi bo'limni tanlasalaring, demak sizlarda deylik sichqoncha yoki AirPods mavjud bo'lsa, aynan shu bo'lim orqali demak добавление bo'limi orqali kompyuterga demak uni ulab qo'yishimiz mumkin. Menda sichqoncha, mana ko'rib turganingizdek, AirPods ulangan. Ulardan foydalanishim mumkin. Bir marta demak bularni kompyuterga demak добавление qilgandan so'ng avtomatik Bluetooth yoniq bo'lsa, demak kompyuter avtomatik ularga ulanadi. Buni yana ham demak soddaroq joydan ishga tushirish quyidagi demak panel lentasidagi o'ng tomon pastki qismdagi boshda aytgan bildirishnoma bo'limida Bluetooth bo'lim bor. Ko'rib turganingizdek, mana menda yoniq avtomatik ravishda. Xohlasalaring demak bu bo'limni o'chirib qo'yishlaring ham mumkin. Va printer и skaner bo'limi, kompyuterlaringga demak printer yoki skaner qanaqa tipda bo'lsa, demak o'rnatilgan bo'lsa, uning driverlarini avvalambor internet orqali kompyuterga o'rnatamiz va o'rnatilgan driverda добавить printer или skaner buyrug'i orqali demak kompyuterimizga qo'shib olishimiz mumkin ekan. Va keyingi bo'lim mesh, ya'ni sichqoncha bo'limi, sichqonchaning demak sozlamalar bo'limi. Bu bo'limda odatda men teginmayman, chunki demak kursorning hajmi yoki shunga o'xshash sozlamalar. Sensorning panel. Bu bo'lim ham demak uncha asosiy bo'lmagan sozlamalar, ya'ni kompyuterga Windows o'rnatilgan zahoti ular avtomatik o'rnatilgan, shuning uchun bularga ham keyingi bo'limlarga ham demak muhim emas. USB bu bo'limlarni demak maslahat bermagan bo'lardim. Demak mana bu sozlamalarni demak o'zgartirishni, chunki qanday kompyuteringizga mos sozlamalar o'rnatilgan. Va 3-menyu mobilniy устройство. Boshqacha qilib aytganda kompyuterdagi demak telefon sozlamalarini ishga tushirish. Demak bu bo'limda qanaqa sozlamalar bor, demak открыть связь, telefon управление устройство va hokazo bo'lma ishga tushirish va uning mohiyati haqida bilmoqchi bo'lsak, podrobniy bo'limini bosganimizda avtomatik ravishda veb-sayt orqali bizga demak Google o'zining telefon xizmatlarini taqdim etadi. Demak o'shalarni ketma-ketlik buyruqlar asosida kompyuterimizda qo'llashimiz mumkin. Va eng muhim bo'limlardan biri set и internet. Ya'ni kompyuterda demak set orqali yoki Wi-Fi yoki internet deylik modem orqali kompyuterimizda qanday ishga tushirishimiz mumkin. Kompyuterda demak USB portlari mavjud bo'lsa, agar sizda modem bo'lsa, modem nimaligini bilamiz, ya'ni fleshkaga o'xshash narsa bo'ladi. Demak orqasida demak USB solinadi va kompyuterda telefon funksiyasini bajarish, ya'ni qo'ng'iroq qilish yoki SMSlar kelish ham
funksiyalarini yoqish uchun ham demak bizda modem juda muhim. Modem orqali demak internet ham ishga tushirsa bo'ladi. Demak o'sha USB portga modemni avtomatik ravishda ulaganimizda kompyuterda pastki qismda ko'rib turganingizdek mana bu Wi-Fi ikonkasi yonida set kabel paydo bo'ladi va u orqali demak modem avtomatik ravishda ishga tushadi. Agar sizlarda internet kabel tarmog'i mavjud bo'lsa, uni ulaganimizda ham demak avtomatik ravishda Ethernet funksiyasi qo'shiladi va set kabel ko'rinishi chiqadi. Hozir menda Wi-Fi, ya'ni Wi-Fi tarmog'idan foydalanyapman. Demak Wi-Fi'ning ma'lumotlari quyidagi ko'rinishda berilgan. Demak birinchisi sostoyaniye bo'limi. Bu bo'limda demak agar biz Wi-Fi yoki kompyuter yoki telefon deylik internetiga yoki set kabeliga yoki deylik modem rejimga ulangan bo'lsa, u haqida svойства ma'lumotlari, danilari yoki bir kunda qancha gigabayt foydalanayotganimiz bo'yicha barcha ma'lumotlar bizga keladi. Ikkinchi bo'lim demak Wi-Fi bo'limi. Wi-Fi bo'limiga o'tganimizda bu funksiya deylik mana bu o'ng pastki qismdagi bildirishnomalar bo'limida ham mavjud. Mana set, mobilniy точка доступ bo'limlari mavjud. Aynan shu bo'limlar orqali ham demak biz Wi-Fi bo'limidan foydalanishimiz mumkin ekan. Wi-Fi bo'limida demak menda Wi-Fi ga ulangan, demak menda mana bu funksiyani yoqish evaziga sizlar Wi-Fi bo'limini ishga tushirishlaring yoki o'chirib qo'yishlaring mumkin. Eng bizga keraklisi demak управление инвестными сетями bo'limi, ya'ni добавление новый сет, ya'ni yangi agar Wi-Fi tarmog'i mavjud bo'lsa, demak aynan shu bo'lim orqali biz uni qo'shishimiz, nomini, demak xavfsizlik tizimini yoki shunga o'xshash sozlamani yozib, demak qo'shishimiz mumkin. Bu nima uchun kerak? Ba'zi birlarda demak Wi-Fi bo'limini ishga tushirganlaringda avtomatik ravishda Wi-Fi tarmog'ini topmaydi, chunki u secret, ya'ni yashirin tizimga ko'chgan bo'ladi. Aynan shu tizimni o'chirish uchun biz demak добавление bo'limi orqali yangi Wi-Fi qo'shishimiz mumkin. Va VPN bo'limi, добавить VPN packagini, VPN nimaligini ba'zilarimiz bilsak kerak. Agar bilmaganlar bo'lsa, YouTube'dan yoki Google orqali tushunishlari mumkin. Kompyuterlaringda VPN o'rnatilgan bo'lsa, demak добавить VPN bu bo'limi orqali demak mavjud VPNni kompyuterimizga bog'lashimiz mumkin. Rejim samolyot. Bu nimaligini hammamiz bilamiz, ya'ni tarmoqni cheklash. Demak, pastki bildirishnomalar bo'limida ham mana rejim va samolyot bo'limi bor. Buni ishga tushirsam avtomatik ravishda kompyuterdagi aloqa va internet tarmoqlari o'chib qoladi. Va mobilniy точка доступ yoki mobilniy hotspot. Bu nima? Ko'plarda savol tug'iladi. Kompyuterdan Wi-Fi tarqatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qanday mumkin? Misol uchun sizlarda set tarmog'i yoki modem tarmog'iga ulangan bo'lsa kompyuterlaring, ya'ni o'zida demak internet ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, demak boshqa foydalanuvchilarga ham Wi-Fi tarqatish imkoniyatiga ega. Hozir menda Wi-Fi tarmog'idan foydalanayotganim uchun bu funksiyalardan foydalana olmayman. Agar sizlarda modem yoki set kabel orqali internet tarmog'i ta'minlangan bo'lsa, aynan shu bo'lim orqali demak yoki bildirishnomalarda demak pastki qismda mobilniy hotspot bo'limini yoqish orqali demak Wi-Fi tarqatishlaring mumkin. Mana menda Wi-Fi hotspot bo'limi ochiq turibdi. Mana bu отключительный выкл qilish orqali demak uni ishga tushirish mumkin. Izmenit bo'limi demak mendagi hotspotning nomi va uning parolllari joylashgan va demak bog'lanuvchilar bo'limi. Bu yerdan demak parolni yoki Wi-Fi nomini o'zgartirib saqlanib buyrug'ini bosib, demak mobilniy точка доступni ishga tushirish evaziga sizlardagi set yoki modem bo'lsa, boshqalarga ham demak internet tarqatish imkoniyatiga egasizlar. Va bu yerdagi boshqa demak proxy serverlar bo'limi bu biz uchun muhim emas. Asosiy qismlarga keldik. Demak personalizatsiya, ya'ni ekranda obyektlarning joylashuvi, tasvirlar aynan shu bo'lim orqali ishga tushiriladi. Undan tashqari bu bo'limga qanday kirish mumkin degan savolga javob sichqonchaning demak рабочий stolda o'ng tarafini bosganimiz alohida oynada demak parametr ekrani yoki personalizatsiya bo'limi mavjud. Aynan shu bo'lim orqali ham biz demak quyidagi personalizatsiya ya'ni sozlamalarga kirishimiz mumkin. Bu yerda boshida men aytib o'tdim, menda Windows demak
Mana pastki qismda yozib ko'rinib turibdi. Aktivatsiya Windows, ya'ni aktivatsiya qilinmagan, shuning uchun ko'p funksiyalar menda o'chiq. Aynan ekranda rasm o'rnatish, dedik, panel zadach, ya'ni pusk menyularning joylashuvi, atributlarning shakllarini aynan shu bo'lim orqali sozlash mumkin. Afsuski menda bu bo'limning ko'p funksiyalar bloklangan, shuning uchun sizlarga ko'proq narsa tushuntirib bera olmayman, lekin qiziq bitta narsa aytib o'tishim mumkin. Savol tug'iladi, yangi Windows urilgan kompyuterda ekranda demak My Computer, ya'ni mana hozir ko'rsataman. Mana bu Etot kompyuter yoki ba'zi bir kompyuterlarda My Computer yoki Korzinka yoki shunga o'xshash kompyuterning o'zining demak maxsus fayl papkaga o'xshash demak ikonkalar mavjud. O'shalar mavjud bo'lmaydi. O'sha ikonkalarni qanday qilib rабочий stolga chiqarish mumkin desak, demak bu yerda temi bo'limi mavjud. Mana ko'rib turganingizdek temi bo'limiga o'tdik va bu yerdan parametri значков рабочий stola bo'limi mavjud. Demak aynan shu bo'lim orqali biz mana ko'rib turibsiz, kompyuter fayl пользователь set yoki korzinka panel управления shunga o'xshash bo'limlarni demak pichga qo'yib OK tugmasini bossak, этот kompyuter set yoki panel управления korzinka bo'limlari avtomatik ravishda ikonkalari demak rабочий stolda paydo bo'ladi. Menda asosan yarliq nimaligini bilamiz. Bu yo'naltiruvchi deylik, asosiy bo'lmagan ikonka. Agar sizlar men aytgan hozirgi ishni bajarsang, mana bu korzinkada yarliq emas, asosiy ikonka. Xuddi shunaqa ko'rinishda asosiy ikonkalar ekranda paydo bo'ladi. Demak, bu orqali amallarni bajarishni demak tezlashtirishimiz mumkin. Bu bo'limda ham qisqacha tushunchalarni berdik va 6-bo'limimiz предложение yoki apps, ya'ni ilovalar bo'limi. Bu bo'limga kirganimizda demak kompyuterda mavjud barcha ilovalar ro'yxati mavjud bo'ladi. Agar bizga keraksiz ilovalar bo'lsa, demak удалить buyrug'i orqali ularni aynan shu bo'lim orqali o'chirib tashlashimiz yoki ilovalar sozlamalarini tekshirib borishimiz mumkin. 7-bo'lim bizda учебный запись yoki boshqacha qilib aytganda kompyuterda demak siz foydalanishingiz uchun yaratilgan akkaunt. Kompyuterni yoqqanimizda demak hammada учебный запись ishga tushadi. Demak bitta kompyuterda bir nechta учебный запись qilish mumkin. Demak xotirani bir necha bo'lakka bo'lib foydalanamiz. Dedik, sizni kompyuteringizdan bir yoki bir necha kishi foydalanyapti. Siz shaxsiy fayllaringizni boshqa odam ko'rishini istamaysiz yoki bajarayotgan amallaring bir-birlaringga demak aralashmasligi kerak. Aynan shu jarayonda biz учебный запись bo'limidan foydalanamiz. Ya'ni menda учебный запись bitta, mana ko'rib turganingizdek, ваши данные, ya'ni sizning ma'lumotlaringiz deyilyapti. Quyidagi bo'lim orqali demak bu yerda shaxsiy fayllar bor, shuning uchun ko'p to'xtalib o'tilmayman. Demak, учебный запись sozlamalarini amalga oshirishlaring yoki varianta выхода bo'limi orqali demak pin kod yoki parol yoki shunga o'xshash narsalarni demak akkauntlaring uchun qo'yishlaring mumkin. 8-bo'lim bu время va язык, ya'ni date, ya'ni sana, vaqt va til bo'limi hisoblanadi. Windows o'rgangandan so'ng bu yerdan date и время bo'limi orqali demak menda O'zbekiston hududida bo'lganim uchun Ashxobod, Toshkent demak soatida turibdi. Mana soat hozir 8:30, mana pastki qismda bildirishnomalarning yonida turibdi. Ko'rib turganingizdek, mana ustiga bosganimda avtomatik o'tishdi. Yoki agar siz boshqa joyda mavjud bo'lsangiz, demak bu bo'lim orqali demak strana, ya'ni davlatni yoki poytaxtni tanlab o'zlaringdagi soatni ishga tushirishlaring mumkin. Region, ya'ni davlat. Menda strana или region O'zbekiston turibdi va format regioni demak rekomenduет русский, ya'ni kompyuterning deylik interfeysi ruscha interfeysda turibdi. Buni o'zgartirish ham mumkin. Qanday qilib desangiz, demak mana bu 3-yazlik bo'limi orqali. Demak, sizlarda demak Windowsni o'rnatganlaringda agar ruscha interfeys bo'lsa, mana bu pastki qismda faqat русский tili mavjud bo'ladi va bu yerdan добавление языка bo'limi orqali demak biz til paketlarini qo'shishimiz mumkin. O'zbek tili, lotin yoki kiril alifbosi bo'ladimi, farqi yo'q. Menda hozir angliskiy C# va Velika Britaniya va o'zbekcha demak interfeyslar qo'shilgan. Mana bu yerga e'tibor bering. Mana bu demak
hoshiyaga. Bu nimani bildiradi? Ko'rib turganingizdek, kompyuterning kichik rasmchasi, ya'ni kompyuterning interfeysi, til paketlari, yozuv va hokazolarning barchasi ruscha tili mavjud yoki angliskiyda ham shu funksiyalar va voice chat ham mavjud. Buni qanday ishga tushiramiz dedik. Demak, добавление paketni qo'shganimizdan so'ng ustiga bosganimizda quyidagi parametr bo'limi ochiladi va uni ishga tushirsak, demak quyidagi sozlamalardan iborat. Xuddi shunday, demak, angliski C# yoki Velika Britaniyani Buyuk Britaniya sozlamalariga o'tadigan bo'lsak, demak, ba'zi bir sozlamalar, misol uchun hozir ko'rsataman. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi, ya'ni paketlar yuklanmagan bo'ladi. Загрузка buyrug'ini bosish evaziga sizlar demak mavjud paketlarni kompyuterlaringizga yuklab olishlaring mumkin. Va tilni qanday qilib o'zgartiramiz desak, mana bu ko'rib tursalang, tillarda yonida strelka turibdi. Menda birinchisida ruskiy yozuv turgani uchun mana bu strelka vверх, ya'ni yuqoriga birinchi agar angliskiyni o'tkazsam, demak, kompyuterni ishga tushirganimizda, demak, interfeys tili avtomatik ravishda Britaniya ingliz tilida yoki o'zbek tilida, lotin o'zbek tiliga o'zgartirishimiz mumkin ekan. Zaprosovanie голосования, ya'ni tovushli so'rovlar uchun menda hozir angliski Buyuk Britaniya tilida, sizlar demak bu tilni o'zgartirishlaringiz mumkin. Ya'ni ba'zi bir